Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Canon G3330 printerini telefon orqali chiqarishda kerak bo'ladigan ilova haqida, ya'ni Canon printni keyinroq yoritib beraman. Undan oldin albatta podpisatsiya, ya'ni follow hamda like tugmasini bosib qo'ying. Va biz xudo xolasa boshlaymiz. Birinchi navbatda printni yoqib olamiz. Albatta yonganidan so'ng shu telefon orqali birinchi navbatda ulab olishimiz kerak. Wi-Fi orqali ulanganligi uchun yangi chiqqan Canon G3330 ham printerga ham Wi-Fi orqali ham kabel orqali bemalol ulanishi mumkin. Shu sababli birinchi navbatda Wi-Fi ga ulanib olamiz. Ulandi albatta va ulangandan so'ng birinchi navbatda Canon Print ilovasi bor. Shu ilova orqali telefondan xohlagan telefonni yuklab olib, bemalol narsalar chiqarishingiz, ksenokopiya yoki boshqa jarayonlarni qilishingiz mumkin. Bemalol xohlagan telefonda chiqadi. Play Market yoki iPhone'lar uchun App Store'dan foydalanish mumkin. Endi bugun asosiy ish, ya'ni shu Canon Print ilovasining ichidagi barcha funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda Document Printdan boshlaymiz. Document Print ustiga bosadigan bo'lsak, 4 ta funksiyasi chiqadi. Qanday? Birinchisi dokument, ya'ni o'zingizning shaxsiy faylingizda bo'lgan fayllarni yoki o'z yuklab olgan bir faylingizda bo'lgan narsalarni chiqarishingiz mumkin. Endi qanday chiqaraman degan savol bo'lishi mumkin. Shu kiradi avtomatik o'zingizga qaysi biri kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni topasiz. Masalan, dokumentda ko'p fayllar shu yuklab olgan dokumentga tushadi. Shu yerda qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa, amalga oshirish mumkin. Va bundan tashqari, endi eng muhim narsani aytib o'tadigan bo'lsam, bu Canon G3330 faqatgina bu telefon orqali chiqarmoqchi bo'lsangiz, PDF formatdagi fayllarni chiqaradi. Shuning uchun keyingi videolarda ham qanday PDFda, masalan, doc formatida, dokument formatida yo boshqa JPEG fayllarni qanday PDF ga aylantirishni ham videolarni ko'rsatib o'taman. Va masalan, shu faylni chiqarmoqchi bo'lsangiz, ustiga bosasiz hamda avtomatik chiqadi. Va keyin aytib o'tilgan next bosiladi. Endi bu yo'la kirganida ichidagi funksiyalar bilan tanishtirib o'taman. Birinchisi kopiyalar. Masalan, sizga qancha kopiya kerak bo'ladigan bo'lsa, 10 ta yo shuni bosib avtomatik tanlashingiz mumkin. Shu yerda ko'rsatiladi, ham belgilagandan keyin chiqsangiz bo'ladi yoki tagida cancel bossangiz bo'ladi. Va paper size, ya'ni qog'oz razmeri. Necha razmerligi? 1.5 yo full scape 4:6 formatda yoki square xohlagan formatda kerak bo'ladigan bo'lsa ishlatishimiz mumkin. Taklifnoma, kitob yoki boshqa jarayonlar. Va kitob chiqaradigan, kitobni chiqarishda ham alohida video qilib chiqaman. Xudo xolasa, hozirchalik buni tushuntirib o'taman. And same as original, ya'ni bir xil razmerda chiqsinmi deyapti. On yoki off, ya'ni ha yoki yo'q bo'lishi mumkin. Keyin media type, masalan, qog'ozni turlari bor, ya'ni oddiy qog'oz turi, yupqa, masalan, rasm chiqarmoqchi bo'lsangiz, ko'p qalinroq formatdagilar bo'ladi. Masalan, rasm chiqarayotganingizda ham sifatliroq chiqishi uchun photo paper alohida u uchun ajratilgan qog'ozlar bo'ladi. Shuni qo'yganingizda photo paper plus glossy yo photo paper, greeting cards, taklifnomalar yoki high resolution paper, ya'ni yuqori rezultatdagi qog'ozlardan foydalanishingiz mumkin. Va sizga qaysi biri kerak bo'ladigan bo'lsa, shularni bosasiz. Bizga hozir plain paper, ya'ni oddiy qog'oz 2 ham bo'laveradi va keyingisi color mode.
Ya'ni rangli bo'lsinmi yoki cho'ni belimi, ya'ni qora rangdami deb so'rayapti. Bizda hozir qora ham bo'laveradi. Endi bu funksiyasi ham hozirchalik bitta o'zida bor xolos. Ya'ni 2 tomonlimi deb so'ramoqchi edi. Va undan so'ng print ilovasini bossak, printni bosadigan bo'lsak, bemalol bu shuni bemalol chiqaradi, ya'ni biz yuklagan narsani. Endi boshqa jarayonlarga ham, ya'ni boshqa funksiyalariga ham vaqtimiz yetishi uchun albatta qisqa ma'lumot berib o'tamiz. Xo'sh, keyingisi Creative Park. Creative Parkda nima qilishimiz mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Endi Creative Parkda turli xil rasmlar bo'ladi. Faqatgina bunda internet kerak bo'ladi. Hozir bizni Wi-Fi'miz shu Canon G3030, ya'ni shu printerga ulanib turganligi uchun hozir kamni ustiga bosib internet orqali kirsangiz bo'ladi va shu yerda ham rasmlar bor, shularni bemalol chiqarishingiz mumkin. Endi scan tugmasi bor. Bu scan ichiga kiradigan bo'lsak, endi asosan bu, ya'ni biror bir bizda rasm yoki biror bir matn bor, shuni PDF qilib olishimiz kerak. Ya'ni oddiy yozganimiz bo'lishi mumkin yo boshqasi bo'lishi mumkin. Shu printer orqali PDF qilishimiz kerak. Shunday vaziyatlarda foydalanadi. Hozir bir sinab ko'ramiz buni. Albatta hozir ko'rishinglar mumkin. Xo'sh, agar sinab ko'radigan bo'lsak, endi albatta birinchi kun albatta va bir ko'pay qilmoqchi bo'lgan narsani qo'yib olamiz albatta. Shuni PDF qilib olamiz. Telefon albatta birinchi navbatda. Endi ko'pay o'rniga qo'yamiz. Hozir qo'yadigan bo'lsak, buni qo'yib olamiz aytilganidek va buni bemalol, ya'ni bizga kerak tomonni pastga qilib qo'yib olamiz birinchi navbatda. Tekis qilib iloji boricha bu tomonga yaqinlashtirish kerak. Chunki bu chekalari skaneri yo'q, yaxshi chiqarmaydi. Va biz qo'yib oldik va qo'yib olganimizdan so'ng telefonda endi scan tugmasi bor, shuni bosamiz. Ya'ni birinchi qaytaradigan bo'lsak, scan undan so'ng scanni bosadigan bo'lsak va bizda ozgina muammo yuzaga kelgan edi. Ya'ni folder o'chib ketgan ekan. Va qaytadan yuklab oldik buni. Shunday chiqadi. Ya'ni shunday chiqqanida albatta scanni bosamizda, bosganimizda shu chiqadi. Va scan tugmasini bossak avtomatik bu Canon G3030, ya'ni shu printer skaner qilishni boshlaydi. Ya'ni telefonga buni yuklab beradi hozir. Ko'rishinglar mumkin. Skaner qilishni boshladi. Ozgina kutamiz. Va kutganimizdan so'ng mana bemalol chop etish va kanselleriya xizmati shunday shaklda yuklab berdi. Va biz yana davom ettirmoqchi bo'lsak scan yoki bizga hozir yetadi exit chiqish degani, fayl saqlandi deyapti. Shu fayl va keyingi funksiya haqida aytadigan bo'lsak, smartphone copy. Qanday, masalan, bu ilovadan chiqmasdan turib bir narsani shunday qilib rasmga olasiz. Rasmga olgandan so'ng, masalan, buni oldik va pichga bosilgandan so'ng avtomatik kiradi. Bizda hozir yozuv yo'qligi sababli kirgani yo'q. Endi create photo items uchun copy bu o'zini ilovasi uchun, ya'ni xohlasangiz shu yerdan turib mana black and color deb rangli yoki rangsiz, ya'ni shu yerda bo'lsa black deb olsangiz qora rangda kopiya qilib beradi. Xohlasangiz telefondan ham foydalanishingiz mumkin. Copy, ya'ni color copy bo'lsa
Xullas, aytib o'tilganidek, ya'ni kseriyokopiya qilishda foydalaniladi. Yana razmer, kopiyalar soni, razmer, media type, ya'ni turi qanday turda bo'lsin deyapti. Shu yoki cancel. Ko'p intensity, print quality, ya'ni sifati. Va emas, keyingisi print quality, ya'ni yuqori darajada yoki standart yo boshqa shaklda. Black yoki color copy va shu bilan skaner qilib chiqadi buni. Va bundan so'ng endi u FAQ degani, endi masalan bu savol tug'ilib qolishi mumkin bilmagan. O'zining shaxsiy sayti bor, shuni ustiga bosadigan bo'lsangiz hamda internetga ulansangiz bemalol o'zining saytiga olib kiradi. Bu qo'shimcha savollarga javob beradi. Yana muhim tomonlardan birini o'rgataman. G34 series turibdi. Shu ba'zi offline bo'lib qoladi, ba'zi muammo bo'lishi mumkin. Shu ishlamay qolganda qizil yonib qoladi. Shuni ustiga bossangiz kiradi. Bu serial number, ya'ni bu Wi-Fi ni kodi. Total sheets printed, ya'ni umumiy chiqarilgan varaqlar soni 13668 ta chiqarganman. Endi maintenance cartridge, orqasida o'zini kartriji bor, ya'ni ostida siyohlar singib olgani, shunda foydalanadi. Endi bu yerda ham print information, printer haqida ma'lumot bo'ladi, online manual, shu o'zining saytiga olib keladi va bu ham utilizer, bizga keragi utilizer hisoblanadi. Boshqalari ham muhim, endi eng muhimi hozirchalik shu utilizer hisoblanadi. Undan oldin bir qator series numberni bilib olamiz. Chunki kerak bo'ladi. Bosamiz. Agar mabodo esdan chiqadigan bo'lsa, buni orqa tomonida ham bor, bemalol bilib shu orqa tomonidan ko'rib olishingiz mumkin bemalol. Hozir bizniki KS379775 va shunday qilamizda OK tugmasi bosadi. OK deb bosadigan bo'lsak, ichidagi funksiyalarga kiradi. Bu telefon orqali masalan bu siyoh tiqilib qolganida yoki boshqa jarayonlar yuz berganida, masalan bir muammo bo'lyapti. Rangdan rang yaxshi chiqarmayaptimi? Nozzle check, cleaning, deep cleaning, replace ink printhead. Printhead ink siyohlarni o'rnini almashtiradi. Printhead enlargement, auto printhead enlargement value, roller cleaning, ya'ni o'z orqasida ballonlarni, ya'ni listi olib o'tkazadigan ballonlarni tozalab beradi. Ko'p birinchi navbatda buziladigan bo'lsa, rang yaxshi chiqarmayaptimi? Nozzle check qilinadi. Nozzle checkda mana bir qator ko'rsatib berishi mumkin. Yes bosasiz hamda ya'ni ranglarni ko'rsatib beradi, ranglarning holatini mana ko'rishingiz mumkin. Hozir ranglarni chiqaryapti, holatini tekshirib beradi. Agarki unda muammo bo'ladigan bo'lsa, yonida cleaning turibdi. Bizda hozir ranglar yaxshi, shuning uchun tiniq qora rang, masalan, bir muammo bo'ladigan bo'lsa, rang yaxshi ko'rinmaydi. Hozir bizda hamma rang bor, holati yaxshi. Va bu chiqarib bo'lgandan keyin so'raydi. Which
patterns is closer to your print pattern. Plus sizni bu rangingiz qaysi biriga o'xshaydi deyapti. Agami, Bgami, ya'ni kataklar bormi, yaxshi chiqmadimi deyapti. Bizga hozir Aga o'xshaydi. Nozzle is not clogged and does not require cleaning. Ya'ni sizga tozalash, ichini tozalash kerak emas deyapti. Agar yaxshi chiqamadi deb bosadigan bo'lsangiz, bu tavsiya qiladi cleaningni. Ya'ni bu qadar o'zini masalan har xil holat ko'p ishlatmaydigan bo'lsa siyoh qatib qolishi mumkin va shunday vaziyatlarda siyoh qatib qolganida xo'sh cleaning yoki agar cleaning foyda bermasa deep cleaning, ya'ni chuqur tozalash bo'ladi. Ozgina siyoh ko'proq ketadi, lekin ustaga tuzatgandan o'z ham tuzatib olishingiz mumkin. Hozirda o'rgatadiganlarim shulardan iborat va keyingi videolar chiqaramiz. Xudo xolasa bundan ham ko'proq videolarni ko'rsataman. Agar yoqayotgan bo'lsa obuna bo'lib, bitta like tugmasini bosib, yo qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.